Nima qilib o'g'laysiz? Manual terapiya qilib o'g'laymiz. Xo'p, boshlaymiz bo'yin soha mashqini. Mana bo'ynimizga tashlab olamiz. Endi bo'yinda protruziya bor. Mana men bilan bajaring, bo'ling. Ketdik mana. Mana. Qaytaring demanglar, qaytarmayman, charchadim. Ana shuning uchun kutdim. Plastina olasiz, billa qaytaramiz deb. Xo'p. Hozir sizlarga bo'yin soha uchun grijani ham mashqi, ham davolovchi mashqini ko'rsatib beraman. Ahamiyat bering, plastina yordamida mana jag'imizni mana shu X holatda ushlaymiz. Bir tarafini mana shu holatda ushab, mana. Bu tomondan olamiz, mana. O'tkazdik mana. Qulog'imiz mana ko'rdingiz-a? Mana. Bir tarafini X holatda ushlaymiz mana. Bo'yin grija mashq uchun mana ahamiyat beringlar mana. X holatda ushadik mana. Jag'imiz mana qulog'imiz tagidan bu tarafdan, qulog'imiz ustidan bu tarafdan oldik mana. X holatda tortamiz. X holatda tortamiz. Teng. Chopini ko'proq, o'ngini ozroq emas. Mana shu holatda teng tortamiz. Qaraymiz, ketdik. Mana quloqning ustidan, jag'imizdan mana. Ahamiyat bering. Teng tortamiz. Endi naborat olamiz mana. Quloqimiz ustidan, jag'imizdan teng tortamiz. Eshitildimi ovozlar? Mana shu bo'yin sohani eng zo'r mashqi shu bo'ladi. Bunga teng keladigani yo'q. Agar yoqqan bo'lsa, ovozlar eshitildimi? Bo'yin sohasida jabrlanayotgan bemorlarga shu video jo'natib yuborib turinglar. Shuni mashqini bajar deb. Xo'p, osteoxondroz kasalligi bor. Xo'p, eshitdi. Xo'p, yaxshi. Endi rahmat, eshitildi. Kanalga yangi bo'lib kirganlar, albatta obuna bo'lib oling. Hozir endi kuraklarim og'riydi, yelkam og'riydi deydi. O'shunga bitta ko'rsatamiz bo'ldi, keyin dam olamiz. Xo'p. Kanalga obuna bo'lganlar. Xo'p, rahmat. Xo'p, yaxshi. 435 ta like bo'libdi. 435 tani ustiga bostirib, 435 ta like ustiga bostirib, o'ng tomonda podpisaniya bor. O'ng tomondagi podpisaniyani ezib qo'ysangiz, obuna bo'lib qolasiz. Xo'p. Qoyil. Assalomu alaykum aka, men yaktak suvda ichamanda, keyin belim og'riqlarim og'riydi. 5 yildan beri. Muzda suv ichasiz, belingiz og'riydi. Shunaqa ma'noda yozyapsiz-da. Muzda suv ichganda nervlarimiz organizmimizda harorat ancha tana haroratiga qaraganda sovuq harorat kirganligi evaziga nervlarda ishish paydo bo'ladi. Nervlar qisiladi, nervlar ishiganda radikulit paydo bo'ladi. Yaqinda shunaqa ichorsiz, oshqozoningizdan bir yazva bo'ladi. Aka, yotganda ham bajaradigan mashq ko'rsatib bering deyapsiz. Opa, kanalimdachi 200 ta mashq bor. Yotib olib ham, o'tirib olib ham, tikka turib ham hammasini bajarib ko'rsatib qo'yganman. Kirib ko'ring. O'qingda yozganimizni o'tib ketib qolyapti-da. Xo'p. Lopatkalarimiz yopishib qopti deymiz-ku, lopatkalarimizni ochamiz endi. Sizlar ham charchadinglarmi yo bitta men charchadimmi? Blokada qildirganman, belim qotib qolgan, doktor. Blokadani nimaga qildirasiz aka? Mahalliy orqalovchi-ku. Xo'p, boshlaymiz yana. Bel soha lopatkalarimizni ochamiz. Ya'ni kuraklarimiz yopishib qolgandan qo'llarimiz og'riydi. Kuraklarimizni ochib turamiz endi. Kuraklaringizni kim ochadi? Kuraklaringizni o'zingiz ochasiz.
Buni qanday ochamiz?